Assalomu alaykum foydali manzil ishtirokchilari. Hammalarning tanajonlaring sog'mi, ishlar bilan, bizneslar bilan charchamayapsizlar. Xudo xohlasa mana foydali manzil juda ajoyib yangilik qilib, shuni sizlar bilan ulashib, sizlar bilan baham ko'rmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Mana hozir o'zimizda sherigimiz Akmaljonning uyiga, o'zi uchun yashash uchun qurgan uyiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda yangi yasalgan apparatimizni quyib ko'rib, nima ekstrement jarayondamiz. Xudo xohlasa, agar bu yaxshi ish berib, xalqimizga albatta foydali bo'lsa, biz ham juda xursand bo'lamiz. Endi xudo xohlasa mana tomlarda lombos qilish, ya'ni tom suvoq qilish yanada oson va yanada baquvvat hisoblanadi. Mana hozir xudo xohlasa mana shu ko'rib turgan joyimiz, uyimizni tepasiga gipsoblokdan lombos qilgan edik. Hozir shuni ustiga tajriba hisobida chotka qilib fibra, pena, beton mahsulotlarini qo'ydik. Buni apparati ham boshqacha, tarkibi ham boshqacha, hattoki quyilayotgan turgan retseptlari ham umuman boshqacha bo'ladi. Sizlarga ham mana shunaqa lombos xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz o'zimiz chotka qilib, qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar O'zbekistonda ichida olib borib, stanovka qilib, o'sha chotka narsalarni tayyorlab, o'z tomlardan shunday ko'rib turgan misol tomlaringga necha kvadrat bo'lishidan qat'iy nazar zakonli qilib lombos xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Apparatlarimiz umuman boshqacha bo'ladi. Video davomida ko'rasizlar, baho beringlar. Qiziqtirgan savollar ham bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana hozir xudo xohlasa mana shu ko'rib turgan joylaringni tomiga cho'tki qilib chiqib, do'stlar bilan shu quyib ko'rgan joyimizda sizlar bilan ulashamiz. Xudo xohlasa, ana ketdi bo'lmasa. Mana o'sha sizlarga aytgan haqiqiy fibra, pena, beton lombos ishlarimiz ko'ringlar. Mana o'zi avtomatik quyib ekspressiya bir qolib ishtirokchilari yangiliklar qilishda davom etmoqda. Mana Akmaljonning o'zlari mana juda ajoyib quyib chiqaryapti. Bormen endi Akmalni. Yangiliklar bilan. Qalay ekan buni effekti? Xudo xolasa mana eng avval Akmaljonning o'zini uylariga oldin mana beton pena blokdan quyilgandi, gipsa blokdan. Mana o'shaning ustiga chiroyli qilib fibra, pena, beton mahsulotlarimizni quyapmiz. Buni yangiliklarni sizlar bilan ulashdik. Mana ko'rib turganingizda o'ta taniq va go'zal. Sizlarga ham shunaqa lombos tomlarga, uylarga, stashkalarga, tokli pollar ustiga quyiladigan bo'lsa, bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlaydi, juda a'lo darajada chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana apparatimizni böyle ko'rishlari. Xudo xolasa bu ancha mahsulotdan mutabaqat bo'ladi. Uyda issiqligini o'shaydi, shumlizatsiyani yanada baquvvat qiladi. Buni ichida hamma mahsulotlari bor. Sementi, qumi, fibrasi, penazravatali. Endi ishlari nihoyatda oson bitadi. Bektir olsun. Bektir. Havadan mesleği. Hey Bekir. Asal turgan apparatimizni. Bektir olsun mu? Havadan mesleği. Mana xudo xohlasa videoda ko'rdilar. Tushunmagan yoki bilmagan joylarimiz ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa sizlarga juda o'ta kачественный qilib tomlaringga mana shunaqa foydali manzil ishtirokchilari lombos yo'lini ham quyish narsasini yo'lga qo'ydi.
bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistonda qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar apparatlarimiz bilan borib, mana shunaqa fibra, pena, beton mahsulotlarini uylaringga quyib, yashashlaring uchun ertadan keyin mazza qilib, yozgi kunida muzdekgina, qishki kunida issiqqina qurigan imoratlaringda yashashlarini tilakdoshmiz va bularga ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilganidan behad xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan foydali manzil ishtirokchilari bo'ldi. Sizlar bilan diydor ko'rish doimo nasib qilsin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.